Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aziz chorva foyda yutgan odamlari, YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, sizlarga ikkita sutdor mol kelib qoldi akalar. O'ta sutdoridan. Jigarlar. Xo'p, birinchi yana bola molimiz. To'xtanglar. 2026-yil 30-aprel. Andijon viloyati Marhamat tumanidan syomka qilyapmiz akalar sizlarga. Bitta yana bola, bitta yakka sutdor molimiz bor. Pullari yengil-yengil xudo xolasa akalar aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, akalar, videomizni boshidan so'rayman sizlardan. Videomizni yoqayotsa like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar akalar, jigarlar. Boshladik. Metrlarni olib kelinglar jigarlarim. Birinchi yana bola molimiz. Xo'p, shoqi yo'q akalar. To'qol deysizlarmi, angus deysizlarmi? Sizlar ishlaringlar. Oma suti haqiqatan ham o'ta ko'p. 10 ta sutga berdi akalar. Taylar o'ta chiroyli. Jigarim, bo'ylab o'lchab bering. 120 necha? Qo'rqitmasin sekin toshni o'lchab bering, toshni o'lchab bering aka. Metr bukilmasin ham, qiyshaymasin ham. 120 ga olishaversin akana. 120 ga olasiz pilusida. 120 pilusida akalar. Molimiz akalar, mo'y yonda bo'ladi, 3-bolasimi, 3-bolasi jigar? 3-bolasiga olishaversin. Tishlarni ochamiz, jigarlar, tishlarni ochib beramiz. Xo'p. Oh, baquvvatini qarang, unaqa baquvvat emas-ku. Hek. Taga. Buni olib qoldim men. Tek qo'ying. Akalar, tishlar 8. Tishlar 8 kerak. Akalar, ena bola bosmagan jigarlar. 8 kerak. O'ta yuvosh. Yuvoshni bitta ko'rsatib ko'raylik. Jang deb qo'ymasak bo'lasiz. Bilmayapti, bu mol, bekarga mol emas. Akalar, mol o'ta yuvosh ekan, haqiqatan. Biz videomizda o'yam chekildi televizorimizdan. Buni burnidan ushlab, qiyshaytirib, yana soqsiz, yana indamay turibdi, qani. Jigarim, bitta yetalab ham ko'rsatib berasiz agar ma'lum bo'lsa. Akalar, oyog'ida bitta ko'rib qo'yasizlar, bolasi ham yeyishlari o'ta xo'r ekan. Biz hali o't solamiz raz mollarga bilinadi-yu. Mana bolasi akalar. Bolasi ham nihoyatda polvon chavaloq ekan-a. Bolasi qo'najan akalar. Teyatore. Akalar, kim baylaganida o'zingiz baylaysizmi? Al baylamay aka deyapman sizga. Sekin, men baylasam bir toz ichiladi. Xo'p, akalar, oyog'ida ko'rish uchun 1 minut pauza qilib turish shart emas-ku. Eshitdingizmi? Qani? Usish ketmasin. Mol o'ta polvon narsa aka. Buni baquvvat ham aka-da. O'zi anguslar o'ta baquvvat bo'ladi aka. Ishonavering. Nihoyatda baquvvat narsa ekan-a. Akalar, mol kichkina narsa emas, gabaritli mol. Taylari ham nihoyatda kelishavergan ekan. Mashalloh deb qo'yasizlar. Qochmagan bizga qorong'i. Narxi bir to'rtchadan qilaylik. Narxi akalar bitta barga qiladigan aytamiz. 29 da to'dingmi? Mana o'zimiz. 30 mi? Necha pul? 28 million 500. 500 28 million kami bor. Xo'p, 28 million kami bor, vodiy bo'ylab dastlabki ichida 10 litr suti bor. 3-bolasi yonidagi bo'ylab 120 ga olishaveradi, to'qol variant. Bu toza angusmi yo chatishganmi jigarim? Tozasiz narx oshadi. Shu mol. Angusni chamandaroq deng. Akalar, yelinlarni ko'rib turasizlar. Boklar zo'r ekan. Sog' akalar, xudo xolasa nima qilamiz? Jigarim, ikkinchi molingiz. Ikkinchi molimi? O'ta sutdor ekan-a. Bu ham xuddi masi variant. Bir xil. Faqat shoqi bor. Uchta tuqqan. Oldin shoqi bor, olaparoda. Suti 13 ta, 10 taga. Olishaversin. Voy, bo'pti. Akalar, mol sog' deyapti. Ular yangi tuqqanmi aka bu molingiz? Ko'ring. Mana. Yangi tuqqanmi molingiz? Yangi tuqqan mol akalar. Bolasi nima bo'lgan buni aka? Ishini ko'ring. Bolasi bizga qorong'u bilan. Biz mana shunday oldik. Oma aka eti ham bola ekanmi? Etini qarang buni. Yomon sevmadim. Bitta etalab berasizmi buni ham? Mana yuvoshliklarni ko'rsatib beraman. Bo'ldi.
Yomon yumush ekan bu yomon. Yomon yumshoq. Malades. To'g'ri o'ynagan nima? 3 ta tuqqan, 13 ta suti bor. Bo'yni o'lsa ayting o'zingiz chiroyli qilib aka. Bu ham 120 ga olishaversin. Bu ham 120 ga olaverdi akalar. 20 ni o'zi bu. 120. Yomon semiz ekan. Nega uzun o'ta semiz narsa? Tishini buni ko'rsatib qo'yaman. To'sin ekan, to'sin. Tishini ko'rsatib qo'ysa, bir-birini tishini bashidan bilishib olaveradi. Bir xilmi ikkovi? Nega o'zini tishi bir. Bo'ldi gap yo'q. Qani bismillahirrohmanirrohim. Qani kek polvon, xafa bo'lma bizdan. Bizni kechir. Bu tishlari zo'r ekan, jigarim. 8-tishlar endi chiqib ko'tariladi. Bo'ldi aka, tushunarli. Gap so'z yo'q. Yetalasak bo'ldi molni. Akalar, o'ta sutli mollar kelibdi, jigarim. Narxini ham yengil qo'yib bersa kerak ekan, xudo xolasa hozir mana. Buyog'ini Bir joyda turgan mol. Maşallah. Maşallah deb qo'yasizlar akalar. Qani? Yurtda turgan ekan biz shoxiga baylab qo'ydik. Yilini kattaligini yurolmay ham qolibdi mod aka. Sog'ish kerak. Sog'ish kerak deng. Keyin bu shoxida ham turganda o'qani Allah. Ha, nuqta yopib qo'yamiz bo'lmasa aka buni. Akalar, mol o'ta go'zal, o'ta to'sin bo'lib ketgan. Mo'ch pul aka buni. Yaqin qilib aytdim. Bo'ladi yana aytib ko'ring. 22 million kam bor. Va, maşallah. 13 ta sutga semiz narsa. Berdi bizga. O'zi go'shti ham qoplaversa kerak, nima pulga buni? Lekin sut ko'p narsa anaqa go'sht taqmaylar. Akalar, ukalar, jigarlar. Yedi zo'r bo'lmasa bunchalik yetadi. Ha, yebish zo'r ekan haqiqatan ham, malades. Akalar, xullas mollar sog'ish jarayoniga o'tamiz. Pauza qilib turamiz. Mollarni sog'ilish jarayonini boshladik mana. Xudo xolasa Mana bittasini sog'ishni boshladi mana. shuni qarang. Mana. Yana olamiz ki mana. Akalar, mol o'ta zo'r ekan. Mana bolasi turibdi. Yelinlari yumshoq, qoralar chiqyapti mana. Pauza qilib qo'yinglar, ashkara bo'lsin. O'zaga men molni qo'xlab yormadim, bir 6 litrcha sog'ib qo'ydim. Mana yelinlar turibdi. Nimaga sabab? Hozir ikkita jonli efir qilamiz-ku. Kechagina qo'xlab qo'ydik, buningcha suti yo'q deyishdi-da. To'g'ri. Kechqurun yana sog'averamizda. Ha, gaping Buni. to'g'ri. Mana suti. Mana. 6 litrcha sut sog'ib qo'ydim. Bizga ham ko'rib qo'ysa, men ham bilaman sog'ishdi. Mana. Hali ana mol sanoqni ko'rishib oldimi? Tamom. Ikkita eng sog'dim, uchinchisiga o'tdim. Bitta pauza qilib turasiz, hozir. Qo'yapsan. Xohlab qo'yapman, aka buni. Hozir jonli efirga pichoq qolsin. Aka, bu Bolasiga ham pichoq qoldirib, bolasi ham yemsin. Bolasi ham kattagina ekan-da. bo'ldi. O'zi bir qator so'yapman, hozir ikkinchi sovunni so'ymayman. Bir qator sovib oling. Akalar, ha? 8 ta ham bo'ring. To'ralayni yomon yumshoq ekan, to'g'risi. So'sa porlab chiqarar ekan-da. Ular torsa bo'ldi ekan-da, sal ushlab qo'ysa bo'ldi ekan. Qo'ygan bolasiga bitta beramiz, eng bo'ladi. Mana akalar suti. Mollarning suti. Mana bu birinchisi ena bolaniki. Mana o'zi mana u yakkaniki. Yakka ham yangi tuqqan o'zi. Bolasi yo'q xolos. Ha, uni suti bunikida ko'p, narigi suti. Aytgan. Buni jonli efir qilamiz-da, ba'rini qo'ydik o'zi. Ha, endi aytib sovib qo'ymasak bezlaveradi-yu. Ha. Akalar, bolasi emyapti. Angus molimiz 28 millionmi? 29.
28 million kami bor degan bo'lsak, xo'p. Jigarim. Aslida mana bolasi 10 ga, enasi 18 kami bor deyaptimi shunda? Bunday olib qarasangiz. Lekin jup aytaveraylik. 28 millionga 21 million qo'ydingmi? 22 million kami bor. Akalar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. 90lik 542 60 74, 90lik 146 28 28, 91lik 607 04 14 ga aloqaga chiqinglar, savdosi bo'lar akalar. Sog' bo'linglar akalar. Unaqa moldan serob. Bemalol telefon qilayotlar, men sizlarga video tashib beraman Telegram, WhatsAppdan. Sog' bo'lasizlar. Obuna va like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar.